Assalomu alaykum. Biz Samarqand viloyatidamiz. Xudo xolasa bu joyga naves perila agrezinalarni qilib berganmiz. Xudo xolasa bu joyga chang kirmasligi uchun, issiq sovuq havolar kirmasligi uchun xudo xolasa yonlari bilan, atroflari bilan yopib berganmiz. Inshaalloh chang ham kirmaydi. Atrofda bitta katta konditsioner qo'yib bersangiz, bemalol yozda muzlatsangiz bo'ladi. Xudo xolasa muzday bo'ladi. Mabodo shabada kerak bo'ladigan bo'lsa, toza havo kerak bo'lsa yoki yomg'irda uyda turib bilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bitta pult bilan shuni ochishni bosib yuborasiz. Xudo xolasa bitta ochilgandan keyin bemalol zeleniy zonaga xolasiz qor, xolasiz yomg'irda bemalol ochib yog'dirib turib, uyda o'zida yomg'ir qorlari ko'chaga chiqmagan holatda ko'rsangiz bo'ladi. Inshaalloh bu joyga cho'tka qilib, chiroyli qilib, neobishniy qilib, uylariga moslab, dizaynlarni chizdirib, 3D formatini ko'rsatib, ma'qul tasdiqlaganlardan keyin o'sha bo'yicha yasaganmiz, olib kelib uстановkalarni qilib berganmiz. Inshaalloh perilalarni ham zinalarga moslab, deganlarni qilib tayyorlab berganmiz. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa ishlarimiz kerak bo'lsa, mana shunaqa ochilib yopilgan naveslar kerak bo'ladigan bo'lsa, atroflarni agreziniya qilib, konditsioner ismoqchi bo'lsangiz yoki sovutmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, uyingizni bemalol aloqaga chiqsangiz, xuddi shunaqa qilib uyingizga moslab dizayn qilib tayyorlab olib kelib uстановkalarni qilamiz. Eng birinchisi sizni roziligingiz bo'ladi. Hozir bu joyga nimaga keldik? Bitta nakanechnik chiqib ketib qolgan ekan. Keyin ochilib yopilishda bitta o'rnatganimizdan keyin legirovkasi bor. Shu legirovkasini qilgani keldik. Xudo xolasa hozir qildik. Bemalol ochilib yopilishlari hamma narsasi cho'tki moshina ishlayapti. Inshaalloh bu servisi bepul. Bemalol 2 yil ichida telefon qilib naqa bo'ldi desalar, kelib bitta kelib to'g'rilab ketishga garantiya berilgan. Xudo xolasa agar sizlarga ham xuddi shunaqa naveslar kerak bo'lsa, ochilib yopilishi kerak bo'lsa, xuddi shunaqa joyingiz bo'lsa yoki ikkinchi qavatdan birinchi qavatga qanaqa qilaman deydigan holatingiz bo'lsa, birinchi qavatda ham shuni tevasini to'sganmiz, hozir kadrda ko'rsatib o'tib ketamiz. Xudo xolasa neobishniy chiroyli naveslar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga telefon qilsangiz to'liq ma'lumot beramiz. Aytgancha bizga obuna bo'lmasdan kuzatyapsiz ekan, bizga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa proyektlarimizni, nimalarimizni birinchi bo'lib sizga chiqish uchun kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib, layklab bosib, bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa ijtimoiy tarmoqlarimizga video joylasak, birinchi sizga chiqadi. Agar sizni uyingizga mos proyekt bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.